Eslayman o'sha damlar, burchakka bekinib devorga chizardim. O'yinchoqlarim faqat buzardim. Yangi yilda kun bo'yi archa bezar. O'sha eski bog'cha, opam uxlamoqchi, men esa qochmoqchiman, qizlar aytmoqchi. Lekin baribir qochardim, befoyda ushlash hech kimga yoqmasdi albatta uxlash. Yoshligimda rasm daftarida uyni rasmini chizib, otamga, onamga sovg'a qilardim. O'sha kichkina bolakayning orzusi qachon amalga oshishini yagona Alloh bilardi. Onam duo qilardilar, qachon bizani ham Toshkentda uyimiz bo'ladi. Mana Xudoga shukrki, bugungi kunga kelib 1 emas, 2 emas, 4 uyim bor Toshkent shahrida va ikkitasini Yakkasaroydan ota-onam uchun xarid qildim va mana shu jarayonni sizlar bilan bo'lishishga qaror qildim. Uy qursamda tillolarda, yashasamda yallolarda, onam rozimikan mendan, otam rozimikan mendan, do'stim. Sizni rozi qildimmikan, onam? Dunyolardan to'ydimmikan, onam? Baxtimga siz bo'ling amon, jannatim siz eng mehribon. Rozi qilib olay jonim, onam. Baxtimga siz bo'ling amon, jannatim siz eng mehribon. Rozi qilib olay jonim, onam. Yana bir marta niyatiga erishdi. Sizga ham nasib qilsin. Ошущение qanaqa bo'ldi? Vashta zo'r. Otamga 2 xonali uy, onamga 2 xonali uy. To'g'risi men ancha yildan beri orzu qilib kutib yurgan maqsadimga erishdim. Buni qanday tushuntirib berish tilim ham ojiz. Hozir men o'zim real shokdaman. Aytgancha, orzuligicha qolmaydi. Sizga ham nasib qilsin, jigarim.